Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Yana sizlar bilan ajoyib bir oqshomda ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Xush kelibsiz bugungi suhbatimizga. Bugun hayotimizda chuqur iz qoldiradigan bir nechta hikoya aytib bermoqchiman. U hikoyalar hayotdan bir bo'lak. Bu yerdagi har bir so'z qalbimiz anglashi kerak bo'lgan bir haqiqatlardir balki. Xabaringiz bor, Ibrohim alayhissalomni olovda yoqmoqchi bo'lishadi. Ana o'sha payt Jabroil alayhissalom kelib dediki, Robbing sendan so'rayapti. Ya'ni menga aytdiki, borib ko'r. Uni mendan biror bir istagi bormikin? Halil Ibrohim alayhissalom javob beradi. U deydilar, ya'ni Alloh meni holimni bilib turgan bo'lsa, demak meni bir narsa so'rashga hojatim yo'q. Ya'ni zotan Alloh meni bilib turgan bo'lsa, men nimani so'rayman? Uning holimni bilishi meni bir narsa so'rashimga to'sqinlik qiladi deydi. Va do'stlar, Allohning amri keladi olovga. Ibrohim uchun sovuq va salomat bo'lgin degan ma'noda. Va shunday bo'ladi. Allohning amri bilan olov Ibrohim alayhissalomni kuydirmaydi. Fizika qonunlari, ya'ni fizika qonunlarini yaratgan zot o'sha qonunlarni bekor qilishi ham mumkin. Ammo biz hayot yasharkanmiz unday o'ylamaymiz. To'g'ri, bizdan hamma narsani tafakkur chig'irig'iga solib, u yerda tushunish, aqlni ishlatish, mantiqqa solib ko'rish, mantiqan anglash tabiiyki biz hammamizdan talab qilinadi. Lekin dunyoda ayrim narsalar borki, uni mantig'ini insonlar tushuna olmaydi. Ya'ni har narsa bizga ko'ringanday emas. Har narsa bizga ko'ringanday bo'lganida edi, u olov Ibrohim alayhissalomni kul qilish kerak edi, yondirishi kerak edi. Lekin u yerda fizika qonunlari nima bo'lmadi? Ishlamadi. Yana bir hikoya bor. Bir donishmand chol haqida, qishloqda yasharkan. Qishloqlarda donishmandlar ko'p bo'ladi. Juda dono, lekin kambag'al. Ammo bir oti bor. Yaxshi tarbiya topgan ot. Hatto podshohlar ham uni qo'lga kiritishni istaydi. Qayta odam yuborib, katta pullar taklif qilib otni so'raydi, ammo har doim rad javobini oladi. Bu ot oddiy bir ot emas, derkan u donishmand odam. Bu meni do'stim. Inson do'stini sotadimi? Mumkinmi bunday bo'lishi? Ammo bir tong uyg'onib qarasa ot yo'q. Endi qishloqni ahli u cholni atrofida yig'ilib, unga malomat qilib deyishadiki, ko'rdingmi? Senga aytgandik-ku, bu otga bir kuni ko'z tegadi degandik-ku, sotsang yaxshi bo'lardi. Agar sotganingda edi u otni, hozir boy badavlat bo'lgan bo'larding. Endi ot yo'q.
endi pul yo'q, nima qilasan endi deganda boyagi donishmand chol juda xotirjam, astag'firulloh deydi. Hozirgacha do'stlar bitta haqiqat bor. Ot yo'q. Uni kimdir o'g'irladimi, yo yo'qoldimi, yo yo'lini yo'qotdimi, yo bir sayrga chiqib ketdimi, buni biz bilmaymiz. Bu sinovmi? Bu bir bizga yomonlikmi? Bu bizga bir yaxshilikmi? Buni bizga vaqt ko'rsatadi. Hali bir hukm chiqarishga erta. Ammo bir haqiqat bor. Ot yo'qoldi. Ot yo'q. Shu sizni unday bo'lganda bunday bo'lardi, bunday qilganingda bunday bo'lardi. Bunga hech ehtiyoj yo'q. Qo'shnilari ustidan kuladi. Bu aqldan ozibdi. Uni gapini qaranglar degan ma'noda. Oradan bir necha kun, 10-15 kun o'tgandan keyin boyagi ot qaytib keladi. Yolg'iz o'zi qaytib kelmaydi endi u. Yoniga 10 tadan ko'p yovvoyi otlarni ham o'zi bilan birga ergashtirib kelgani aytiladi. Endi qishloq ahli hayratda. Hatto kechirim so'rashadi. Chol, sen haq bo'lib chiqding. Otni yo'qolgani aslida bu seni foydangga bo'lgan ekan. Qara, senga baxt olib keldi. Oting bitta edi. Qara qancha bo'ldi, 10dan oshib ketdi. deb juda olqishlashganda chol yana juda sokin holatda siz yana erta hukm chiqaryapsiz. Bu yerda bitta holat bor. Ot qaytdi. Bu endi yaxshilikmi? Bu bir yomonlikmi? Bu bir sinovmi? Buni biz bilmaymiz. Buni faqat vaqt ko'rsatadi. Yana oradan kunlar o'tadi. Cholni yagona bir o'g'li bor. Endi u o'g'li boyagi o'g'li oti olib kelgan, o'zi bilan qo'shib olib kelgan yovvoyi otlarni mingi deydi, mingi qilishga o'rgatdi. Ya'ni qo'lga o'rgatib, ustiga chiqib minishga nima qilganda boyagi otlarni biri uni ustidan otib yuboradi. Yerga qattiq tushib oyog'i sinadi. Yana qishloq ahli to'planib keladi. Ey chol, qara, yana haq bo'lib chiqding. Bu otni kelishi xayr emas ekan senga. O'g'lingni oyog'ini sindirdi bular. Endi bu yakka-yu yolg'iz o'g'ling seni boqolmaydi, senga qaramaydi. Bu otlar baxt emas, balo bo'lib kelibdi senga. O'sha gaping to'g'ri ekan deganda bu chol endi yana jilmayib, siz yana o'sha xatoni qilyapsiz do'stlar. Bu yerda haqiqat shu. O'g'limning oyog'i sindi. Bor gap shu. Qolgan gaplar faqat taxminlar, farazlar. Yaxshimi, yomonmi, menga bir sinovmi, umi, buni bilmaymiz. Haqiqat shu. O'g'limning oyog'i sindi. Oradan yana bir qancha hafta o'tgandan keyin u mamlakat urushga kiradi. Podshoh barcha boyagi bilagida kuchi bor yosh yigitlarni askarga chaqiradi. U qishloqdagi bo'z yigitlarning hammasi askarga ketadi. Faqat cholning o'sha oyog'i singan, nogiron bo'lib qolgan o'g'li uyda qoladi. Qishloqda motam. Qo'shnilar yana cholni oldiga kelishadi. Ey chol, yana sen haq bo'lib chiqding. O'g'ling sog' emas, lekin yoningda. Biznikilar esa urushga ketdi deb cholni maqtab, o'zlarini johillikda ayblab, ko'z yosh to'kib turganda bolalarini o'ylab, chol yana javob beradi. Yana erta hukm chiqaryapsizlar. Haqiqat shu. Mening o'g'lim uyda. Sizni bolalaringiz urushda. Bu baxtmi?
u baxtsizlikmi? Buni faqat Alloh biladi. Buni sirini, buni ortida turgan narsani Alloh biladi. Biz bilmaymiz. Bu narsalar bizga ma'lum emas deydi. Azizlar, bu hikoyalardan nimani o'rganamiz? Nega aytyapmiz buni? Har bir voqeani zudlik bilan hayotimizda sodir bo'lar ekan, u yaxshi bo'ldi, yomon bo'ldi, unday bo'ldi, bunday bo'ldi deb baholash, uni bir joyga qo'yish, yaxshiga yomonga ajratish xatodir. Biroz sabr qilsak, bugun bizni nafsimizga yoqmayotgan juda ko'p narsalar ertaga bizni xursand qilishi ham mumkin. Bir paytlar, mana shu bo'lmasa yashamayman, hayotimda shu narsa bo'lmasa unday bo'lib ketaman, bunday bo'lib ketaman deb fig'onimiz falakka chiqib yotgan narsalarni o'ylaylik. Ular bizni hayotimizda bo'lmadi va hatto shunday holatlar bor. Bugun o'sha narsalar bizni hayotimizda sodir bo'lmagani uchun xursand ham bo'lib qo'yamiz gohida. Yaxshi ham shu payt shu bo'lmagan ekan deymiz. Ammo u payt juda xafa bo'lgandik. Vaqt o'tishi bilan deydi faylasuflar, tragediyalar komediyaga aylanadi deydi. Tragediya bilan komediyaning o'rtasida nima bor desa, vaqt bor deydi. Ya'ni bugun odamlar bir hayotida bir yomon bir voqea sodir bo'ldi. Hatto uni ta'sirida o'zini joniga qasd qiladiganlar ham bor. Ma'lumotlarga qaraganda o'sha bir balodan keyin, bir ofatdan keyin, bir sinovdan keyin unga chidolmay o'zini joniga qasd qilishlar o'sha voqea sodir bo'lgandan keyin 24 soat, 48 soat ichida sodir bo'lar ekan. Undan keyin u voqea uchun odamlar o'zini joniga qasd qilmasgan. Nega? Ozgina vaqt o'tdi. Endi oradan 10 yil o'tgandan keyin u odamdan so'rasangiz, o'sha voqeani sizga uni kulib gapirib berishi ham mumkin. Bir necha yil oldin u uchun bir tragediya edi, ammo bugun oradan 5-10 yil o'tib, u endi komediyaga aylandi. Hayot budur. Bugun bizni yig'latadigan narsalar, yig'latayotgan narsalar ertaga tabassumimizga sabab bo'lishi mumkin. Bugun qo'lga kiritmasam o'lib qolaman, shu narsa meniki bo'lmasa bo'lmaydi deb uyqularimizni uchirgan, tinchimizni olgan narsalar bizga berilmasa baxtsiz his qilamiz o'zimizni. Balki ertaga shu narsa berilmagani uchun xursand bo'lamiz. Aniq bo'lgan bir narsa bor. Chol aytganday, u donishmand chol aytganday, bu yerda aniq bo'lgan narsa shu. Bu bo'ldi. Nega bo'ldi? U ma'lum emas. Meni hayotimda bu bo'ldi. Bir inson olarak bu meni ranjitishi mumkin, menga yoqmasligi mumkin boshqa, ammo hukm chiqarishga nima qilmasligim kerak? Shoshilmasligim kerak ki, balki u meni xayrimga, menga yaxshilik bo'lgandir men uchun. Bu narsalarga diqqat qiling. Yana bir bor oxirida avval boshida aytganimiz bir jumlani takrorlamoqchiman. Bu fizika qonunlarini va boshqa har qanday qonunlarni yaratgan zot bu narsalarni o'zgartirishga ham qodirdir. Shunaqa. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Bu dunyoga kelgan har bir inson farzandlari undan ko'ra baxtliroq bo'lishini xohlaydi. Qanday qilib bunga erishamiz? Bir ota-ona sifatida farzandlarimiz uchun chinakam qiymatga ega bo'lgan kelajakni qanday yarata olamiz? Bir hikmat bor. Farzandlarimizga beradigan eng yaxshi narsa bu moddiyat, boylik emas, balki ularga beradiganimiz imkoniyatlardir. Ya'ni ularga o'z kelajaklarini o'zlari xohlagandek qura olishlari uchun kerakli imkoniyatlarni yaratish. Aynan shu sababdan ota-ona oxirgi pullariga farzandini universitetda o'qitadi. Shu sababdan o'zi qila olmagan biznesni boshlashi uchun unga moliyaviy ko'mak berishga intiladi. Demak, ana shunday imkoniyatlardan biri bu farzandimiz uchun ochiladigan o'z-o'zidan ko'payib turadigan fond bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, bugun olib qo'yayotganingiz har bir so'mingiz kelajakda farzandingizning hayoti uchun mustahkam
poydevor bo'lishi mumkin. Bu imkoniyatni qayerdan olaman desangiz, bu imkoniyatni sizga Iman kompaniyasi beradi. Iman O'zbekistondagi birinchi islom moliyasi qoidalari asosida ishlovchi bir kompaniya. Siz sarmoya kiritib biznes sherikka aylanasiz. Ular esa sizni pullaringizni biznesda aylantirib, sizga har oy dividend chiqarib berishadi. Endi diqqat qiling. Agar siz u dividendlarni olmasdan ularni qayta sarmoya qilsangiz, farzandingiz 18 yoshga kirganda bu sarmoya unga xalqaro nufuzli universitetlar eshigini ochishi yoki o'z biznesini boshlashiga yordam berishi mumkin. Bularning barchasi bugun siz qabul qiladigan oqilona bir qarorga bog'liq. U qaror tufayli balki farzandingiz sizdan yaxshiroq natijaga erishadi. Buni esa har bir ota-ona chin dildan istaydi. Ota-onaning sevgisi bu nafaqat sovg'alar va g'amxo'rlik, balki kelajak haqidagi muhim bir qarordir. Va siz u qarorni bugun berishingiz mumkin. Iman Invest bu shunchaki moliyaviy vosita emas, balki farzandlaringizning yorqin kelajagi tomon qo'yadiganingiz birinchi qadamdir. Hoziroq Iman Invest ilovasini yuklab oling va bugundan boshlab farzandlaringiz kelajagini qurishni boshlang.